Bizning obzorimizda mashina Citroen XR Picasso fransuzlarning mashina. Yili 2002 115 ta ot kuchiga ega. Oilaviy minivan mashina. Ko'rinishi sal funksionalroq, lekin ichidagi xususiyatlari juda zo'rda. Birinchi boshqa shu bagajdan boshlaymiz. Bagaji juda kengda. Keyin bagajdan ikkita положениеda ochiladi. Bu birinchi положение, keyin bu ikkinchi положение, bo'yi uzunligi uchun. O'zi mana bu instruksiya qilib ko'rsatilgan. Bagaj sig'imi juda kattadir, juda keng. Keyin bu ichkaridagi ularning yotilib, barcha umuman juda kattadir. Spokойно koляska xush kirib ketadi, buklanmasdan. Mana qanday fishkalari bu. Tartaloq qilish uchun. Bu damkar mana shuydi. Bu yana gazda shu. Hop, endi ichkarida saloni. Saloni. Hop. Eng asosiysi mana shu. Doskacha bor. Hop. Keyin sidinalari har biri alohida qiyshayadi, yotadi, masalan. Yo'qsa podlokonchik bo'ladi, podstakanlik bo'ladi. Qilib ancha xususiyatlariga ega. Bu yotgan shaxsi. Mana qilib sidinalari ko'tariladi har biri. Har biri ko'tarilgandan keyin yana bagaj sig'imi juda kengayadi. Masalan, mana olib tashlab bemalol spokойно kirib ketadi. Qilib xususiyatlari keyin mana bunaqa. Даже hozirgi jam mashinalarni ko'pi yo'q, bitta ikkita qo'yilgan, masalan. Uni yopish uchun qulaydi. Tasavvurlar qiladi. Keyin yana mana bunaqa qaytarib qo'yiladi. Boshi ancha keng, sig'imi ancha katta. Bemalol 3 kishi, 5 kishi shu bilan o'ynab kulib kirib ketadi. Hop, 4 tala derazasi ham elektrический buniki. Karmashalari bor. Yaxshi. Hop. Keyin buni allaqanday sekretni fishkalari bor. Mana bu yerda yana shu mayda-chuyda narsalar solib qo'ysa bo'ladi oldida. Shu karmashalari bor-da. Bu tomondan xuddi shunaqa bor. Bu tomondan xuddi shunaqa bor. Ancha odamga tegmaydi. Oldimi? Oldiga kelgansak, hop. Oldidan shu ancha keng bor. Spokойно. Mana bu yerda podlokonchik bor. Podlokonchik. Tandirdan podstakanliklar bor. Hop. Chiroqlar yonadi mana. Bu full pozitsiyadan bitta oldingi pozitsiyada chunki lyuk yo'q. Bitta lyuk yo'q, tamom. Rullari gidravlitskiy, hop. Yog'ini hozir Abdurahmon keyin yana buni bu yog'da yana sekretni qaramasalari bor. Unaqa bir narsa parcha solib qo'ygani bo'ladi. Qilib yaxshi. Shular ishlaydi. Rullari gidravlika, hech narsa yo'q. Keyin klimat kontrol turadi. Bunda klimat kontrol, bunda konditsioner ham anaqa emas, oddiy pechgacha emas, bunda klimat kontrol. Mana bemalol graduslarni shu odam o'zi xohlagan gradusga qo'yib, shuni qo'yadi. Ikkita tomoni bu unaqa klimat kontrol emas-ku, bir talik klimat kontrol turadi. Hop, shular ishlaydi. Radyolar ishlaydi, mana knopkalar ishlaydi, bez problem. Hop, yana 4 ta derazalari elektrический, skorlar almashishlar. Обычный shu. Zadniga uriladi. Hop, keyin mana bu yerda shu qancha kilometr yurishi, kilometraj mashnaqa qancha yurganligini shuni ko'rib boriladi. Benzin rasxodi. Hop, rasxodiga kelgan bo'lsa,
Rasxodi bu gazda bo'lganligi uchun polniy bak gaz bilan hozirgi paytda 380 kilometr yuryapti. 380 bu 35 ta 37 ta gaz bo'ladi. Propan. Hop. Uni o'zini klassidagi vazniga nisbatan juda ham ekonomичный demoqchiman. Motor 1.8 ga nisbatan yaxshi. Masalan, Zentra'li lastiklar 300 km ham yurmaydi. Bu o'zi ancha keyin o'zi benzindan talab qiladi. Hop. Keyin buni derazalari ham elektrический keyin mana bunday qilsa bakovlar yopiladi. Bu tomoni. Keyin yana uni qilsa shu ishlaydi, bezatkasi. Rushnoylari ishlaydi. To'rtta derazalari elektrический. Hop. Mashina juda zo'r, juda yoqdi. Может, yana kelajakda yana bir marta xuddi shunaqa ham olamiz. Lekin sovetую hammaga. Buni tavsiya beraman. Juda qulay, oilaviy, shu personal life uchun juda qulay mashina deb bilaman. Hop. Keyin chiroqlar ham yonadi. Xuddi samolyotdagidek. Yo'qlarni bo'lib ko'rsatdim. Hammasi yonadi. Bu flower pozitsiyalardan bitta pastgisi, bitta lyuk yo'q, tamom. Bitta lyuk yo'q, orqadan chiroq bor. Hop. Akkumulyator bunda pastda joylashgan, xuddi Damas'dagi kabi. Hozirda motor ko'rsaman, motorni ko'ramiz. Akkumulyator shu pastda joylashgan. Buni birinchi marta ko'rgan bo'lsa juda hayron qolganman. Motor yurishlari yaxshi, tagida tumanchiklari bor. Обычный mashina. Mena birinchi marta ko'rgan paytim rosa akkumulyator qidirgandim. O'sha akkumulyator aytganda signalni tagida joylashgan. Hop, tavsiya beraman, kullanmoqchi bo'lsa. Juda ham zo'r, uni shakli ozgina aniqroq ko'rinishi, lekin funksiyalari jihatdan juda ham aniq. Hozirgi zamonaviy mashinalarda yo'q desam, buni shu insoniyatga Замела, мы не можем без друг друга. Как твои дела? Почему не позвонила? Я люблю ее, но на меня забыла. Замела на света юга. Замела, мы не можем без друг друга. Как твои дела? Почему не позвонила? Я люблю ее, но на меня забыла. Я на ночь, когда мои ноги снова ведут меня. Я не хочу быть с тобой, но хочется очень к тебе.